Xitoy doiralari Sharq Turkistonni xitoylashtirish plani bo'yicha Sharq Turkistonning Janubiy rayon hukumini kengaytdi va Janubiy rayon tavariga bir oblast 4 diviziyani qo'shdi. Xitoy xalq torining 7-iyundagi xabarda bildirilishicha, atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik 10-navbatlik partiya komitetining 8-umumiy yig'inida atalmış Kommunist partiyasi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik komiteti, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik xalq hukumatining Janubiy Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishga doir bir qancha siyosat tadbirlarini qarab chiqib ma'qullagan. Yig'inda atalmış Janubiy Şinjanning yuqori sifatli taraqqiyotini bir tutash planlash nomida doirlarning Sharq Turkistonni xitoylashtirishdan iborat strategiyalik muddaosi bo'yicha Sharq Turkistonning Janubiy rayon hukumini kengaytib o'zgartgan. Xalqaro kechirim tashkilotining Kanada tarmog'i Kanada hukumatining Xitoy tarafidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinib, keyinroq qamoq jazosi 20 yilga qisqartirilgan Kanada fuqarosi Husanjon Jelilning masalasini qayta kun tartibga olib kelishni talab qilgan. Sharq Turkistonning Payzvat nahiyasidan bo'lgan Husanjon Jelil 2001-yili Kanadaga kelib, 2005-yili Kanada fuqaroligiga o'tgan. Husanjon Jelil 2005-yili O'zbekistonga tuqqan yo'qlashga borganda tutqun qilinib, Xitoyga o'tkazib berilgan. U keyingi yili Xitoy hukumati tomonidan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri turli tabiiy boyliqlarni uzluksiz bulang-talang qilib kelayotgan bo'lib, yaqinqi yillardan beri talon-taroj qilish harakatini zo'r darajada kuchaytmoqda. Atalmış Şinjan elektr energiyasi savdo markazi cheklik shirkati oldingi 4 oyda Sharq Turkistondan bulang-talang qilinib Xitoyga to'shilgan tok miqdorining jami 41 million kilovat soatga yetganligini e'lon qilgan. Bunun içinde yeni energiyalik tok miqdori 12 million kilovat bo'lib, sirtqi yetkazilgan umumiy tok miqdorining 30%dan ko'pragini egallagan. Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shangfu Tayland Xan jamoati armiyasining bosh qo'mondoni Narongfan Jitkauta bilan ko'rishgan. Li ko'rishishda Xitoyning Tayland bilan hamkorlashib, ikki davlat rahbarlari hosil qilgan o'rtaq tonishni yo'lga qo'yib, harbiy hamkorlikni kuchaytirganligini bildirgan. Yaqinda Tayvan bilan diplomatik munosabatni o'zgan va Xitoyni rasmiy e'tirof qilgan O'rta Amerika davlati Honduras Xitoy poytaxti Beyjingda elchixona ochgan. Honduras tashqi ishlar ministri Eduardo Reyna va Xitoy tashqi ishlar ministri Qin Gang elchixonaning ochilish marosimida qatnashgan. Honduras ministri ochilish nutqida davlatining bir Xitoy prinsipiga amal qiladiganligini qayta ta'kidlagan va o'zlarining bir balvoq bir yo'l tashabbusi doirasida Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy va savdo munosabatini va hamkorlikni taraqqiy qildirishni xohlaydiganligini aytgan. Manchester shahri komandasi tunugun kech İstanbulda o'tkazilgan Yevropa chempionlik hal qilg'uch musobaqasida Italiya komandasi Inter Milanni mag'lub qilib, tarixda tunji qatim Yevropa chempionlik lo'nqisining chempionligiga erishdi.